Assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Ishlaringlar yaxshimi? Bugun sizlar bilan qaysi o'yinni o'ynaymiz aytinglarchi? Bugun sizlar bilan Minecraft o'ynaymizmi yo Minecraft emas, Roblox o'ynaymiz yo Brawl Stars? Mayli, qani bitta bir Robloxga kirib ko'raylikchi. Bolalar, Islom videoda qatnasha olmayapti. Agar Islom videoda qatnashishni xohlasanglar, like, obuna bosib qo'ysanglar, aniq qatnashadi bolalar. Qanchalik ko'p like, obuna bossanglar, Islom qatnashishi shunchalik foizi ko'p bo'ladi. Mana lekin durust tashlashinglar bo'ladi. Tez durustlarni tashlab olinglar. Birga o'ynaymiz. Bugun qaysi o'yinni o'ynaymiz bolalar? 99 Night, lavadan qochish, tsunami bor. Qaysi o'yinni o'ynaymiz? Qaysi bolalar? Aytinglar day. Day tezroq aytinglar bolalar, tez aytamiz. Qaysini o'ynaymiz? Unda bolalar o'yinni o'ynaymiz. Asham zo'r o'yin. Bugun kamida 1 soatlik video bo'ladi. Ozgincha Roblox o'ynaymiz. Robloxdan keyin Minecraftga kirishimiz mumkin. Выживаниеda yoki modda o'ynaymiz. Xohlasanglar modda, xohlasanglar выживаниеda. Like, obuna bosib qo'ying, lekin durust tashlasam esingizdan chiqmasin. Bu zo'r o'yin, men kuchayib olganman ozgincha emas, ko'proq kuchayib olganman. Endi добавить настройка. Bo'ldi. Qani sumkani ochamiz bolalar. Brainrot bor. Nima bu? Alda sotib yo'q. Mana shu Brainrotni menga durust tashlagan bolalarga beraman. Mana nima deyapsiz? Kim durust tashlagan? O'sha odamga beraman. Mana shu divini shu qizi. Divi ko'rinmas niqob bor. Cheat ishlatyapsizmi deb o'ylamanglar. Cheat emas bu.